Tala yok ina. Mazlum efendim ne spor etti bu amda? Agakta 5-6 milyon yarakta ürtüğün bolsa, bilek doğulup kaldı. Meylem kanalda yarım qilmay. Qo'shqam hayat o'g'in keyin kep qoladi shunami ya. Sha. Yilg'i bidan qo'z kam ya. Cho'ng'osh qalb biraz ulab qasma. İşte bo'lmaymiz. Biz hayatqa. Ana qozamda tala yo'q. Erkek qozmama, o'sha mazonniki 13 milyon qo'shqani bo'lsa. Keyin atgana turib saat oldi. 4-qo'zsim o. Mushunda qoz ketgan. Allah. Buni biz çarşamba günüse yakındaki beşkeni pazarga chiqib, shu yerda endi burun bir azalım mazonni keyin ushaq yapıpken. Mazon bir qo'shqan chiqib, bir tuqqal o'z ko'zini ko'rsan. Menim o'lab qapti deganda bir o'sha o'z ko'zini hayotligimni bir ko'rsan. Bugun qo'shqani bir o'sha növetim bir parat qilib yiqilib, paylab qolish uchun hayotligimizda bir şey chiqqan. Qo'shqan shu mana. Shu jas payni qanday ulashdan taq? Faoliyatni sakrashni 10 ming koy, urug' silishni 5 ming koy qilyapman bir oylik. Burun nesbata? Burun urug' 15 ming koy, sakrash 25 ming koy. Ashta tushagan. Mushunda qo'z kelgan qo'shqani ashta tushirgan kim bo'lamdi? Aşı bundan ketgina bir işte telegram şu çık pulun qabul qilib ketdik. Bundan ketgina ağan navbatniki o'ziga ketdi. Bun qimmat nima deb qolganlar? Şu o'sh bo'ladi. To'g'ri tushunsiz. Ammo pulni endi demaymiz, qo'shqa hayotdan bo'tgan qo'ysa bilamiz. Agar bishoplik qolsa pul sen deb bilamiz. Ammo bir oy faoliyat tugagandan keyin yana asibasi o'shan bo'ladi. 6-oyninki 20 soat oshdi shunami? Ha, 6-oy qo'shadi. İşte gap, mishadagi tuqqanlimi shu qo'shqani bilgan hayatmida ya mazlum hayatmida deb ko'ngil chiqibdi ana. Chiqgansa, kech o'lib qolgan bo'lsa-mu, men shundan xush bo'ldim. Nima chiqardingiz? Endi bir qo'chqonning bunchalik bal tushmiki tasgancha hozir. To'g'ri. Kech o'lib qolgan bo'lsa-mu, paqlanning shunday xil tug'ilganiga yana men xush bo'ldim. Qo'chqarniki naslning yaxshiligiga haqiqatan ishondingizmi? Ishondim. Bu o'lak chiqplash hamda bu qo'chqardek masala emas. To'g'ri. Hamda endi shunday desak, endi shu qo'chqarni o'rnami shu Qadag'abaq birodarniki o'zini qarshi. Mazlum kamniki o'tanda ba. Hamisha kilab o'tkazanlar ko'rsam bo'ladi. Boshqa bolalarım ba yig'ildi. Yani növbətin başlasanız şu deb qo'ydik. Bir oylam vaqt qoldi mana. Bir oydan keyin Qo'shqaning to'rt qo'shqaning ba'zilab ishlar hemen tushirdik, faoliyat qilyapti keyin. 15 qim qo'shqa var edi. Mesela dolar marvoyat, dolar yulduza, paqlan qo'shqa, mava jungu yulduza hamadan bildim-da. To'rt qo'shqaning ba'zidan hammalar yerim barda tushirdi keyin. Bir oy fursatga mava. Qo'ydim qasam bo'lgan mana. Mazmun telefon numarangizni deb qo'ying. Telefon numar 135 65 38 08 80. Ma'chilsizmi yani? 138 99 13 92 30. Numara salon tutilib paylam qolma. 6-20 minutda 20 kun ish qoldi. To'rt qo'shqaning ba'zidan hammani o'rtoqlab tushirdik. Masalan qo'yib qolma. Bu yo'q oldi bu shunday qo'shqatib paylanmay. Bo'lmishni bir qo'shgan. Paylam qasam bo'ldi.